Turboplast o'tgan yili biz ma'lumotlarni yakunladik, lekin hali to'liq uni kanallarimizga chiqara olganimiz yo'q. Nimasi bilan qiziq degan savol bor. Agrotomchi ham, Turboplast ham juda katta qismini lokalizatsiya qilishgan. Keling Abdusalom. Kelaring, bemalol live da bemalol bo'laveradi. Abdusalom tanidinglar. Bu yigit bu korxonada necha yil bo'ldi? Turboplastda faoliyat bo'lib ketkazgan? 3 yil bo'ldi. O'zi Turboplast juda uzoq yillik emas, avvallari boshqa tizimda ishlagan, 8 nimasida bo'lgan, keyin o'zi alohida ajrab chiqib, hozir mana bu texnikalarni hammasini o'tgan safar 90% atrofida dedik. Necha foiz? 90% atrofida lokalizatsiya qilingan. Ki mana shu narsalar endi chetdan olib kelsa buni havoni olib kelish kerak-da, Abdusalom, to'g'rimi? Havoniga nimaga pul to'laydi bizni dehqonlar? Arzon bo'lsin, hamyonbop bo'lsin. To'g'ri, ba'zi narsalar bor, ularni kichkina detallar uchun zavod qurish kerak, shart emas. Xorijdan olib kelib qo'yiladi, deylik Turkiyadan, boshqa yerdan. Xo'p, kayfiyatlar qalay? Bu yil yangiliklarimiz bor. Zavodimiz qachon bitadi, xudo xolasa? Yangi zavodlar harakatdamiz. Zavodlarimiz bitib qolgan. Yana bir yangilik, biz Qozog'istonda ishlab chiqarish yo'li qo'ydik. Qozog'istonda ham. Turkiston shahrida prom zonani ichida katta zavod ochdik, xudo xolasa. Ochilish marosimida sizlarni ham inshaalloh. Qozog'istonlik hamkorlar ko'rib turgan bo'lsa, mana Turboplast mahsulotlari yerda ham endi ishlab chiqariladi. Bu korxona o'zini mahsulotlari bilan sinovdan o'tdi. Biz 1 yil ataylab maqtamadik. Aytdikki, ko'rasan, haligi chiqsa, agar mabodo muammo bo'lsa, ko'rsatamiz shu yerda. Ochiq-oydin. Abdusalom aytdiki, aka turib beramiz biz dedi. Sanjar akamiz bilan borib bu yerda loyiha qildik, o'tirdik, zavodlarga oldik. Zavodlardan qisqa kadrlar chiqarib turibmiz, lekin zavodda to'laqonli hali balkim o'sha yangisiga ulab qo'shib chiqaramiz. To'liq birinchi seriyadan mahsulot ishlab chiqarishadi va sifat kafolati bor bularda. Maslahat guruhi bor. Narigi tomonda ko'rdinglar, Hamro akamizni hamkorliklari bor. Juda ham katta jamoa buni maslahatini berib beradi. Qora bersa, o'zlarida ham maslahat guruhlari bor. Obidjon aka ham shu yerdalar. Ha, Obidjon, realniy tadbirkor. Boya biz Robitjonni oldik. Obidjon Turboplast ishlatib priz oldi o'rtalar. Realniy mahsulotlarni yaxshi oldi. Tabriklaymiz, xudo xolasa, xayrli bo'lsin zavodlarda ochilishlari ham. Biz live'damiz. Turboplast ishlariga omad. Biz to'laqonli hali Turboplast haqida yangi ma'lumotlar taqdim etamiz.